Assalomu alaykum qadrli muxlislar. Sport kanaliga xush kelibsiz. Sport yangiliklari va jonli efirlarni kuzatib borishni istasangiz, Sport Telegram kanalimizga obuna bo'ling. Havola tavsif qismida. Markaziy Osiyo MMA olamida katta shov-shuvga sabab bo'layotgan jang rasman e'lon qilindi. Qozog'istonning Octagon Promotioni 27-iyun kuni Olma-ota shahrida bo'lib o'tadigan Octagon 88 turnirida BMF kamari uchun Marsel Nurlanbek Ulu va Bobur Abdulazizov o'rtasidagi jangni tasdiqladi. Bu qarama-qarshilikning eng qiziq tomoni shundaki, ikki sportchi faoliyati davomida mutlaqo boshqa vazn toifalarida jang qilib kelgan. Qirg'iziston vakili Marsel Nurlanbek Ulu professional MMAda 15 ta jang o'tkazgan. Uning hisobida 13 ta g'alaba va 2 ta mag'lubiyat bor. Marsel asosan 61 va 66 kilogramm vazn toifalarida jang qilgan va tezkorligi, agressiv uslubi hamda doimiy bosimi bilan muxlislarga yaxshi tanish. O'zbekiston vakili Bobur Abdulazizov esa professional faoliyati davomida 13 ta jang o'tkazib, 11 ta g'alaba va 2 ta mag'lubiyat qayd etgan. U ko'proq 77 kilogramm, ba'zi janglarda esa 84 kilogramm vazn toifalarida oktagonga chiqqan. Bobur o'zining jismoniy qudrati va zarba kuchi bilan ajralib turadi. Shu sababli muxlislar orasida asosiy muhokama vazn masalasi bo'lib qolmoqda. Marsel uchun 70 kilogrammga chiqish odatdagi vazndan yuqoriroq bo'lsa, Bobur uchun aksincha ancha pastga tushish talab etiladi. Ammo aynan mana shu omil ushbu jangni yanada qiziqarli qilmoqda. Bir tomonda tezkorlik va yuqori temp, ikkinchi tomonda esa kuch va fizik ustunlik. BMF kamari uchun bo'lib o'tadigan bu jang nafaqat Qirg'iziston va O'zbekiston muxlislari, balki butun Markaziy Osiyo MMA ishqibozlari tomonidan katta qiziqish bilan kutilmoqda. Sizningcha, bu jangda kim g'alaba qozonadi? Tezkor va texnik Marselmi yoki kuchli va tajribali Bobur Abdulazizovmi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Kanalga obuna bo'lishni unutmang. Oldinda sizlarni MMA olamidagi eng muhim yangiliklar kutmoqda.